Yaxshimizlar, men Lale. Bugungi videoda biz davomli energiya chastotimizni qanday yuqori ko'tarish to'g'risida paranglashimiz. Bugungi bu bir necha turlik ishning qiyinlik darajasi tunugungidan sal yuqori. Chunki ko'proq ichki dars ishlashingizga to'g'ri keladi. Ya'ni ko'pinchisi psixika va kayfiyat qatlamida bo'ladi. Bu videoning sizga azroq bo'lsa yetakchilik va ilhom olib kelishini umid qilaman. Birinchisi og'rinmaslik. Og'rinish chastotasi intayin tuvan holat. Kayfiyat holatining tuvan yoki yuqori ekanligiga qanday hukm qilamiz? Amaliyat intayin oddiy. Agar siz tushkunlashish, azoblanish, besilish, jiddiylashish his qilsangiz, u cho'qim tuvan chastotliq bo'ladi. Agar erkin, rahat, xushallik his qilsangiz, undaqda yuqori chastotliq bo'ladi. Siz og'ringan vaqtda chastotingiz tuvan bo'ladi. Agar o'ylanib baqsangiz, og'rinishning amaliyotda hech qanday qimmati va ahamiyati yo'qligini his qilasiz. Agar siz og'rinayotgan ish o'zingiz o'zgartira oladigan ish bo'lsa, undaqda yana og'rinishning nima hojati? Harakat qilib uni o'zgartsangiz bo'ladi. Agar sizning og'ringan ishingiz siz o'zgarta olmaydigan ish bo'lsa, undaqda sizning og'ringaningizning nima foydasi? Shunga biz o'zimizning sezish iqtidorimizni o'stirib, og'rinishni azaytishimiz kerak. Ikkinchi ish baho berishdan voz kechish. Men buning demakki oson qilishga tez ekanligini bilaman. Nimishqa? Chunki cho'ng miyamiz amaliyotda bu xil qarama-qarshi tafakkur usulini intayin yaxshi ko'rdi. Oq-qorni aniq ayirgan tuyg'uni yaxshi ko'rdi. Bu yaxshi, u yomon. Biroq amaliyotda biz hayotimizdagi kechirmishlarimiz yoki tabiatdagi barliq mavjudotlarning oq-qorasi uncha aniq bo'lmaydi. Bir ishning mutlaq yaxshi ish yoki yomon bo'lishi natayin. Ishonamanki hammamiz azoblangan, o'zimizga bo'lgan jang e'lon qilish xarakteri nayt cho'ng bo'lgan, nayt azobliq mezgillarni boshdan kechirib baqqan. Lekin u o'tib ketgandan keyin biz keynimizga burilib qarsak, bu ishlarga bo'lgan minnatdorligimizni his qilamiz. Chunki ular bizni o'sib yetildi. Ash qiyinchilik, azobliq mezgillar bizni hozirgi pishqan holatimizga olib keldi. Shunga siz uni mutlaq yomon ish desangiz bo'lamdi. Balkim ayni vaqtda buni nayt nachar ish deb o'ylab intayin azoblangan bo'lishingiz mumkin. Lekin agar siz ashu vaqtdan chiqib ketgan bo'lsangiz, shuni his qilasiz. Biz yaxshi emas deb qargan ishlarda amaliyotda nurg'un yaxshi narsalar bo'lishi mumkin. Shunga yaxshi bo'lish bo'lmaslikni ayirish cho'ng miyamizning hasolati. Amaliyotda haqiqiy mavjud emas. Mushu nuqtadan aytganda siz ba'zi baholashlardan voz kecha olasiz. Mutlaq yaxshi yoki mutlaq yomon narsa bo'lmaydi. Üçüncü nokta bir xil echib etilgan qiziqish pozitsiyasi bilan barliq kayfiyatni, bo'libmi passiv kayfiyatni his qilish kerak. Uning bilan tirkashmang, uningga qarshilik qilmang. Biz bir narsani inkor qilgan va uningga qarshi turgan chaqda amaliyotda uni texnik kuchlantirib etamiz. Shunga siz ularni his qilib beqing. Bilishingiz kerakki, barliq kayfiyatlarmi yaxshi, yomon deb ayrilmaydi. U faqat hayotdagi o'xshash bo'lmagan kechirmish. Uning ustiga har bir kechirmishning o'ziga tushliq ahamiyati bo'ldi. Har bir passiv kayfiyatning hammasi bir xil yetaklash. Shunga siz uni haqiqiy his qilishingiz, tushunishingiz, undan uning nimishqa paydo bo'lganligini bilishingiz kerak. Agar siz bu jarayonni bir xil nayt qiziqarliq izlanish jarayoni deb qaray olsangiz, undaqda kayfiyatingiz ahamiyatli va qimmatli bo'lgan bo'ladi. To'rtinchisi, apu qilishni o'rganib olish. O'zingizni apu qilsangiz yoki boshqalarni apu qilsangizmi bo'ladi. Nurg'un kishilar amaliyotda yuz bergili nayt uzun vaqt bo'lgan ba'zi ishlarni nayt uzun vaqt o'tib ketsa-mu, yana o'tkazib o'tolmaydi. Siz kechira olmaydigan bu odam bu ishlarning hammasi xuddi siz yutib olgan birdan toshga o'xshaydi. U amaliyotda intayin og'ir. Har qatim shu odamni o'ylaganingizda, mush ishni o'ylaganingizda bir xil jiddiylashish tuyg'usi paydo bo'ldi. Bu chaqda bir qadar tuvan chastotada bo'lasiz. Bizning boshqalarni apu qilishimiz boshqalardan qutulish uchun emas. Balki biz boshqalarni kechirib o'tganda o'zimizdan qutulamiz. Siz boshqalarni kontrol qila olmaysiz. Yuz bergan nurg'un ishlarni kontrol qila olmaysiz, lekin pozitsiyangizni kontrol qila olasiz. O'zingizdan so'rab beqing. Siz hozir kimni kechirishingiz kerak? Siz qandaq bir toshni tashlab o'tganda texmi ozodlikni his qilasiz. Apu qilish haqiqatan kuchga to'lgan. Eng oxirgi bir nuqta badanning uchrashishi. Amaliyotda bu nayt yaxshi bo'lgan davolash xarakteriga ega. Biz kichik buvoq vaqtimizda bu xil holat bizga eng xotirjamlik tuyg'usi, baxt tuyg'usi berdi. Ya'ni ota-onamizni quchoqlab turgandek tuyg'u. Amaliyotda Qur'onimizga yetgandan keyinmi biz yana bu xil ulanishga intayin ehtiyojliq. Bu sizning oila a'zolaringiz, yaqin do'stingiz bo'lsa-mu bo'ladi. Biz bunda holatni g'alatilik his qilishimiz mumkin. Bo'libmi ba'zi kishilar uchun o'z ota-onasini quchoqlash to'liq tas bo'lishi mumkin. Amaliyotda ba'zi fan tadqiqotlar badanimizdagi hormon holatining 10 necha sekund ichida o'zgarganligini isbotlab berdi. Shunga men sizning bu xil ulanishni o'zbatmasligingizni umid qilaman. Bugungi mazmunni yoqtirishingizni umid qilaman. Biz kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.